Assalamu alaikum aziz qarindoshlar. Bugun 2024 yili 11 ayning 30 kuni men Amerikaning Los Angeles shahrida yashaydigan Erkin Sidiq 2 haftada qildigan naq maydonga chiqdim. Bugun so'zlaydigan 6 mazmun bor. Bir qism mazmunlarni men o'tgangi videoda va'da berib qo'ygan shu mazmunlarni to'liqlab so'zlayman bugun. Oldi bilan deydiganim 2 kun oldida 28-slar Amerikada minnattarlik bayrami bo'ldi. Bu bayrami 1800 yillarda boshlangan Amerikada. Amerikaga yangi ko'chmanlar kelganda yerlik indianlik xalq ularga ko'p yordam qilgan. Keyin shu xalq yordam nima minnattarlik bildirish yuzasidan 11-oydagi eng oxirgi payshanba kunini minnattarlik bayrami qilib ketgan Amerikaga uzun yillar bo'lib ketdi bunga. Shu bayram bo'ldi. Biz 2 kun dam etdik. Bugun 3-kuni shanba kuni bugun dam olishandi. Bugun so'zlaydigan jami 6 cho'ng mazmun bor. Uniki birinchisi shu Uyg'urlar haqida yaqinda vatanda kelayotgan videolar haqida bo'ladi. Hozir ehtimal ko'rgansizlar, Urumchida qor yog'di. Urumchida baldir qor yog'di. Hozir 11-oy tugab deb qoldi bugun 11-oyning eng oxirgi kunisi. Ondan keyin yaqinda kelgan videolar, hamda vatanda kelgan videolar asosan biri hammasi echinishliq. 2 video ko'rdim men. Xitoy saqchilarining Uyg'urlarni urush videosi. Uning birisida bir Uyg'ur bola bir bozorda yo'lning buyiga o'rnatib qo'ygan bir simit o'rindiqda o'tirib bir kimni saqlayotgan bir bola 3 saqchi berib onundan bir narsa deydi bolaga ehtimol bu yerda nima ish qilyapsan deb so'rdigu deyman. Nima ish qilyapsan deb so'rasa men bir kimni saqlayapman desa bir saqchi kaplam intayin qattiq peshvo bilan simit o'rindiqda o'tirgan bolani yuziga tepib tikmonliq tushirib o'rindiqdan. Yine 2 saqchi var qarshida. Yo'g'on gray saqchilar ekan bular. Aşağı bir ko'rinishini ko'rdim. Buni Twitter'ga chiqarib qo'ydim. Xiljiq odamni ko'rdi. Mushundaq bir mushuk kishilarni sizlar madaniyatlashgan insonlar deb o'ylamasizlar deb savol qo'yib chiqarib qo'ydim. Yana bir videoda bir Uyg'ur o'quvchi Qos maktabga o'qimayman. Bir maktab ichida menib ketib o'tib, maktabni biroz yerlarni qor bosgan ekan, qor yog'ibdi. Ketibsa 2 Xitoy saqchisi uchraydi. Uchragandan keyin sal maziraq dajib ularning yo'lini to'smaydi deb monsa bir sochga bir narsa deydi bunga desa bola qarab turamdi ya bir narsa desa kep shaplaqlam birini qo'yiblam birini qo'ydi bola yerda o'tirib qoldi o'tirgandan keyin kaplamkin beqidiga qattiq tepidi bu sochchi tepib o bola yerga butlay yiqilib tushgandan keyin chechidan tutib so'rab ep mangdi yana bir ko'rinish shunaqa intayin echinishliq bu ishlar meni bek eg'ir o'yga soldi, qattiq o'yga soldi. Bu insonlarni nima deyish kerak? Bularni inson deyish kerakmi, demasi kerakmi? Hamda xalqaro o'lcham bo'yicha odam haqida tug'ilgan odamlarni boshqa narsa deyishni qabul qilmaydi hech kim. Lekin bu kishilar qarasa, bu zodi nadi kelgan o'chmanlik Uyg'urlarga nima uchun bu qadar o'shib ketadi bular? Odamning qalbini o'tmaydi. Meniki mushunday masala bilan birlikda deb qo'ydiganim normal insonda muhabbat, nafrat bo'lishi kerak. Muhabbat, nafrat maydoni aniq bo'lishi kerak. Uyg'ur millati hozir intayin ig'ir fojiaga kelib qoldik Xitoylarning qo'lida. Buniki hisobini oldigan kunlarga yetib kelar. Shunga biz mushunday kishilarni qanday hisob olamiz keyin? Andan keyin yaqinqi 7 yil mobaynidagi Uyg'ur fojiasi jarayonida Uyg'ur maydonida turmay, sukut turib olgan yoki Xitoy bilan bir maydonda turib olgan kishilarga qanday muomala qilamiz vaqti kelgan chog'da. Mushta o'rnimi ancha o'ynab qo'yish kerak deb o'ylayman. Andan keyin yana kelayotgan ko'rinishlar uysiz, egizsiz qolib qolgan Uyg'urlarning uylarini Xitoylarga setish bunday videolar yana davomli kelyotdi. Azambodda sotilgan uylar. Yaqinda O'rta Osiyoning bir donliq shaxs Urumchiga berib kelibdi. Kelib uniki ba'zi qolgan gaplarni angladim men. U deydi 10 yildan burun bo'lgan ekan, bu qatim berib
ko'rgan ahvoli bilan 10 yildan burungi ahvolda osmon zamin farq bor. Bo'libmi 10 yilning oldida Uyg'urlar intayin ko'tarangi ruhliq, ajoyib bir xushxuy millatdi. Hozir butun odam shuklab ketibdi, jimlab ketibdi. U burungi holat qat'iy yo'q degan gapni debdi. Buni yani biz bunu faraz qila olmaymiz, ammo ma kishi yaqinda bergan kishi mana bir gapni debdi. Yana bo'layotgan ish vatanda hozirlik bexatarlik asbobi, bu Amerikada mu bor. Biz o'ylarga alarm degan bexatarlik asboblarini o'rnatamiz endi. Xitoylarmi Uyg'urlarni o'ldirgan shahadasini o'rnatamiz deb Uyg'urlarni kuzatadigan asboblarni o'rnatayotgan ko'rinish. Buni qatqiliqli uzun bo'ldi. Ammo hozir davomli yangi ishlab turdi ekan o'xshamagan ismlar bilan. Yana bir ko'rinish Xitoy o'lkasida kelgan Xitoylarga Uyg'urlarni yerim taqsim qilib berish ahvollari. Bir Xitoyga 40 moya taqsim qilinibdi degan gap turdi Facebookda. Bu ajoyib ahvol. Uyg'urlar yersiz qoldi hozir. Xitoyga ishlagan bo'lib qoldi. Ondan keyin vatanga borgan Xitoy sayohatchilarga Uyg'urlar Uyg'urcha naqshlarni Xitoycha aytib, Uyg'urcha soz chalib, ammo naqshni Xitoycha aytib nomer ko'rsatayotgan ko'rinishlar. Yana bir narsani ko'rib qoldim. Hozir vatandagi bolalarning ichida o'smir kasal avjlab qoldi. Hamda bu kasalga giribtor bo'layotgan bolalarning yoshi bekli kichikkan. Bu yerda cho'ng bir masala o'sha Xitoy virusi jarayonida bütün Uyg'urlarga dori yuzib ukol urib narsalarni qilyapti bola. Men Twitterda bek ko'p sayradim bu haqda. Xitoylar Uyg'urlarni sinab qilyotdi. O'ziniki vaksin va boshqa narsalarni taraqqiy qildirish uchun Uyg'urlarni sinab qilyotdi deb bek dedim buni. Uyg'urlar igisiz qolganligi uchun bularniki qimig'ini qolmadi. Hozir mushtaq o'smir kasal mushtaq nasl avjaldi deganni anglab bu ishlar ashtamada munosabatli deb o'ylayman men. Shunga u ilmiy sinovlarni o'tmagan narsalarni Uyg'urlar sinab qolgandan keyin uningdan har qanday oqibat kelib chiqishi mumkin endi. Shu mushtaq xabarlarni ko'rdim Uyg'urlar haqida. Yana bir xabar ehtimol sizlarga oldinglar 23-24 noyabr kunlari O'zbekistondagi poytaxti Toshkent shahridagi Hilton mehmonxonasida muqamlar san'atimiz tojisi mavzusida xalqaro festival o'tkazildi. Bu festival nihoyatda esli o'tibdi. Men nurg'un rasm videolarni ko'rdim. Buni tashkillagan xalq o'rinlarga rahmat. Sizlarga muborak bo'lsin. Obdan bir faoliyat o'tdi. Yana bir narsa Uyg'urlar haqida. Uyg'ur degan bu so'z hozir xalqaro siyosiy diplomatik sahnada tilga ilinyapti davomli. 11-oyning 25-kundan 26-kunigacha Italiyada ochilgan 2 kunlik 7 cho'ng g'arb ministrlar yig'inida bu 7 davlat diplomatiya ministrlari bayonot e'lon qildi. G7 deydi. Bayonot e'lon qilib, uningda Xitoy hukumatini Uyg'ur, Tibet va Hong Konglarning kishilik huquqini dafsana qilish masalasi sabablan aybladi, qattiq aybladi. Hamda bu ahvolni tuzatishga chaqirdi endi. Uyg'urlar mushtariq yadimi o'rin oldi endi. Yaqinda xalqaro matbuotdan Uyg'urlar bachchalar chiqib qolgandek ko'rinadi. Mushtariq bir ahvollar bor hozir. Bugun so'zlagan ikkinchi mazmun Uyg'ur Project fondining xabari. Ehtimol ko'rdinglar, yaqinda biz Uyg'urlar degan tor jurnaliniki 55-sonini to'g'ri chiqardik. Buningdan o'zinglarni foydalanib, keng taqib qo'ysanglar. Buni qilayotgan qarindoshlarimiz kech kunduz tirikchilik ko'rsatib qo'yadi. Buningki kuchidan to'liq foydalansak. Bugun so'zlagan 3-chi mazmun Xitoy xabari. Hozir Xitoyda ikki cho'ng ahvol ig'ir ketyapti. Birinchisi yuqori darajali rahbarlik qatlamidagi qalamaqonchiliklar, cho'ng voqealar. Ikkinchisi iqtisodiy jihatdagi zo'r chekinish. Yaqinda Xitoyniki rahbarlik qatlamida bo'lgan yana bir ish Myoxua degan bir Xitoyniki huquqiy to'xtalibdi. Bu Myoxua degan kim desanglar, bu Xi Jinping degan jallodniki intan yaqin adimi.
Yaqin adami bu shu harbiy ichidagi rahbarlarni o'stirish ishlariga mas'ul. Shu an baholash, siyosiy salohiyatni baholash, o'stirish bu ishlarga mas'ul adam bu. Xi Jinpingniki eng yaqinlariniki birisi. Lekin bu odamni hozir ishdan to'xtatibdi. Shuning bilan birga yana bir Xitoy bor. Davlat mudofaa ministri Dongjun degan Xitoy. Bu Xitoymi tutildi degan xabar chiqdi. Bu Dongjunning tutilganligi rasmiy jazmlashmadi, lekin bu xabarlar hozir taqilib ketdi. Shunga Dongjunni Myoxua o'stigan. Myoxua oldida tutilib, Dongjun tutilibdi degan gap chiqdi. Shundaqda 2 yilning ichida Xitoyniki davlat mudofaa ministri 3 qatim tutilgan bo'ladi. 3 qatim tutilib bo'ldi. Nayiti cho'ng va ahvollar bor bu yerda. Hozir Xitoyniki havo armiyasi, dengiz armiyasi va raketa armiyasi hammasi tugashdi bular. Bularniki boshliq general bu Nasriddin ko'plarini tutib o'tdi. Tutib hozir endi biroz saqlab qoldi quruqliq armiyasi. Quruqliq armiyasiniki burungi boshlig'i Zhang Yongxia degan Xitoyda u davlat harbiy komitetiniki muavin raisi. Uniki raisi yo'q hozir. Muavin raisi bu yaqinda biroz bosh ko'tardi. Xi Jinping boshqa chet elga chiqayotgan vaqtda bu Zhang Yongxia quruqliq armiya nimasi o'tkazdi halqa. Nima? Jab ismi kelmay ketdi. Harbiy kechiringlar biroz zukam bor menda kallam kelmayapti. Mana bo'ldi. Cho'ng harbiy mashq o'tkazib quruqliq armiyasiga ashtaq qildi. Undan keyin Vyetnamga berib, xuddi Xitoyniki birinchi qo'l boshlig'idek bir qiyofatda ziyoratga berib keldi bu. Shunga hozir Zhang Yongxia bilan Xi Jinping o'tirishig'imi ziddiyat tushganligi alomatlari bor. Endi ba'zi Xitoy analistlar deydi, hozir bu ikkisi bir-birini yo'qotish maydoniga tushdi deydi. Agar Zhang Yongxia Xi Jinpingni yo'qotmasa, Xi Jinping Zhang Yongxiani yo'qotishi mumkin deydi. Hozir bu ikkisining munosabatida nayt kaskin to'qinish bor ekan. Yaqinda bo'lgan yana bir ahvol 11-oyning 16-kuni Xi Jinping degan jallod Amerika prezidenti Joe Biden bilan ko'rishdi. Bular 31-navbatlik Osiyo Tinch okean iqtisodiy munbar yig'inida rasmiy kun tartibidagi ishlar emas, kun tartibidagi bir bujigida bu ikkisi ko'rishibdi. Mushqatim ko'rishgan chog'da Xi Jinping Bidenga qizil siziqdan 4 sizib berdi. Amaliyotda xabarlarda bor Biden'niki 2 oylik vaqt qolib qoldi. Bu siziqni Trumpga qaratib sizgan siziq endi. Bu siziqlar nima deydi desanglar, bizniki qizil siziqimiz birisi Tayvan deydi. Ikkinchisi demokratiya va kishilik huquq. Uchinchisi Xitoyniki taraqqiyot yo'li va sistemasi. To'rtinchi Xitoyniki taraqqiyot o'zini taraqqiy qildirish huquqi. Bu 4 narsaga chaqirishga bo'lmaydi. Bu 4 narsaga boshqalarniki aralashish huquqi yo'q degan narsani o'tirg'a qo'ydi Xi Jinping. Shunday kelam Amerika hukumatida ba'zi analistlar o'tirib chiqib Trump bu narsaga parvo qilmaydi degan gapni deb qo'ydi. Ishqilib hozir endi Xi Jinping jiddiylashdi. Trumpning o'tishi bilan jiddiylashdi. Hozir oldin ola bundanki bir qism ishlarni oldinlash uchun 4 qizil siziqni chizibdi. Amaliyotda bu qizil siziqlar Amerika qilch qilib kelmaydi. Mayli deb bu to'g'ri degan gaplarim bor. Yaqinda bo'lgan yana bir ish Yevropada shu Finlandiya qatorliq Finlandiya bilan Ispaniyani degandek bir qancha cho'ng davlat qit'alarni bir-birisi ulaydigan xabarlashish tok yo'li bordi. Sim yo'li. Buningdan ikkisi uzilib ketdi yaqinda aqaqidillar. Bu nati cho'ng qurilishlar endi dengizniki bu simlar dengizning ostidan tortilgan nurliq dala aloqa
sim yo'llari, aloqa yo'llariga o'xshash narsa. Bundan ikkisi orqa-orqadan uzilib ketdi. Hozir endi shu vaqtgi ahvollarni tekshirib, buni Xitoylarniki Yiping degan bir, Yiping nomli bir yuk tushish paraxoti, cho'ng tipdagi paraxoti. Shu uzatdi degan yakun bilan hozir tekshiryotdi bu ahvolni. O'qislar cho'ng paraxotlar bir yerga to'xtasa, uni suv tashlaydigan ilmigi bor, intayin egri ilmak. Bu ilmak denizning ostiga tushib, bir tashqi ilmishib, shu yerda paraxotni shu joyida tutib turadigan narsa. Xitoy paraxotniki shu ilmaklarni yerga tashlab qo'yib, sangitib qo'yib paraxotga haydabdi. Haydab u xabarlashish sim yo'llari 150 kilometrlargacha tortilib, aniki uzilibdi 2 yerdan. Uning oldida Ruslar birini uzib ekan. Ashta qilib Yevropaniki xabarlashish liniyalarini qalayimqon qildi yaqinda. Bundan da yakun chiqmadi. Hozir endi bu ishda Xitoy eng chong jinoyat gumondori tekshirilyotdi. Agar bundan yakun chiqsa, yana yakun chiqsa, Xitoyning endi kirgan kunlari bor. Endi bugun so'zlaydigan 4-mazmun Trumpning xabari. Trump o'zining kabinetiga odam tanlashni butunlay oxirlashtirib bo'ldi. Hozir hamma odamlar to'liq tayinlanib bo'ldi. Men bir qism muhim odamlarni o'tganda sizlarga tushuntirib qo'ygandim. Mana nima bo'ldi? Tushuntirib qo'ygandim. Men sizlarga nimasini rasmlarga ko'rsatib qo'yay. Endi bulardan endi ham ko'p bo'lmaydi, ashta bo'lsa-mu. Trump tanlagan adamlar, ma yerimi, yeni yerim bor. Yerimi, anandan keyin bir keltirib chiqargan yaklarni birisi Trump tanlagan adamlar, aytdi, pokiz adamlarni tanladi bu qatim. Ayollarmi ko'p, yosh ayollar ko'p. Ashta qilib kabinetlarning hammasini tanlab bo'ldi. Bo'lgan bir o'zgarish o'tgan sizlarga degan ahvoldan bo'lgan bir o'zgarish, ma u Matt Gaetz degan kishi. Bu kishi aslida Sahiya nima Amerikadagi bosh nimasi General Attorney deydi. Bosh advokati o'rniga chiqqan. Lekin bu odam keyin tushib ketib buning iziga boshqa bir ayolni tanladi. Bu Mattniki o'tgan safar degandim, biroz senatni o'tish ehtimolligi pasroq. Ma bu Pump Bondi degan xonim Floridaniki bosh advokati burun shu bo'lib ishlagan, keyin Trumpning advokati bo'lib, Trumpni o'tganda impeach qilamiz degan chog'da bu ayol Trumpni oqlagan ayol endi. O'zi shu sohaning adami kasbahli. Avu Mattniki bir uyatash qizbolaga chaqilgan ahvoli to'g'ri gap bor. Bir bo'lsa senatdan tas o'tmasligi mumkin degandim o'tganda. Shuni sababini uqmayman. J.D. Vance vaqatim muavin rais bo'lgan kishi berib ko'rishib, uni bilan ko'rishgandikilar Matt vazifedan chiqmaydiganligini e'lon qilib to'xtab qoldi, o'rniga xonim chiqdi. Mushta bir cho'ng o'zgarish bo'ldi. Ishqilib hozir analizlarning degani Trump o'zining atrofiga Xitoyni nayt yaxshi bildigan, Xitoyni nayt yaxshi biladigan bir top, bir cho'ng, kuchli qo'shinni tayinladi deb deyilyapti. Shunga har holda bundan keyin Xitoyniki kurdigan kuni bor hali. Ishqilib Trumpning bu qatim tanlagan odamlari intan kuchli. Oldin qatim prezident bo'lgan chog'da o'zi siyosiy sohaning adam bo'lmagan ekan, odamlarni tushunmay boshqa tashabbus qilgan odamlarni turg'izgan xizmatga. Lekin u bir qismlari o'zi o'ylagandek chiqmagan ekan, xiljiq odamlarni ishdan bo'shatib, bizga boshqa odamlarni tayyorlab degandek 4 yilnaydi bu jihatda ishlarni qilish to'g'ri kelgan. Bu qatim endi ko'p tajriba qilib ketgan bo'lg'achqa o'zi kuzatib 4 yilning mobaynida kuzatib sınavlardan o'tkazgan odamlarni chiqadi. Ehtimol bundan keyingi ishlari yaxshi ketadi deb o'ylayman. Bu abaki men degan Pamela Bondi degan xonim 65 yil tug'ilgan ekan. 65 yil bo'lsa shu haqda
60 yaşqa taq bormidi degan gap. 59 yaş. Endi yaqinda bo'lgan yana bir cho'ng ish Amerikada nima Trump Xitoy, Kanada va Meksikadan kiradigan mallarga boj qo'shilganligini e'lon qildi. Bu Xitoyga 10%, bu 10% bojni nima ishga qo'shildi desanglar, ayni vaqtda Trump Xi Jinping bilan kurashgan vaqtida fentanyl degan zaharlik dori bor. Hozir Amerikada yiliga 100 mingdak bolani o'ldirib olgan. Bu dora, bu zaharlik chekimlik Meksika bilan Kanadadan kirdi Amerikaga. Bularni qat'iy to'samadi. Ayni vaqtda Trump Xi Jinpingning o'ziga bevosita degan, "Mani to'xtat" deb degankin Xi Jinping bo'ladi. Biz shu dorilarni ishlab chiqarib shuni so'lda sotgan odamlarni eng yuqori jazo bilan jazolab qo'yishni bir taraf qilamiz deb Trumpning yuziga degan bu gapni. Lekin unda qat'iy qilmay, amaliyotda Xitoy hukumati bu ishlarga bevosita qo'l tiqib, mushu zaharli chekimliklarni Amerikadagi chegarasidan qanday kirgizish vositalarini o'ylab chiqib, ximiyalik choralar bilan ashtaqa ishlar fash bo'ldi ekan. Hozir endi Trumpniki dahshat g'azabi va buningga Xi Jinping ishonmaydi. Hozir qat'iy ishonmaydi. Ashlan bilan bu qatim o'zi rasmiy huquqni boshlamay turib, shu fentanyl degan zaharlik dorini Amerikaga kirgizishdan to'xtatmoqchilik Xitoydan kiradigan butun mollarga 10% boj qo'shiman deb e'lon qildi. Andan keyin Meksika bilan Kanada bu ikkisiga agar sen shu zaharlik chekimlarni kirayotgan va Amerikaga qonunsiz kirayotgan odamlarni to'smasang, sizning Amerikaga kiradigan mollarning hammasiga 25%dan boj qo'shiman degan narsani e'lon qilyapti. E'lon qilayotgandan keyin darhol nimaniki Kanadaniki bosh ministri Justin Trudeau degan kishi Trumpga telefon qilib, "Voy bo'ladi, biz bu ishda Amerika bilan hamkorlashib bu ishni hal qilamiz" deb ifoda bildirdi. Andan keyin Meksikoniki prezidenti u bir ayol ismi Sheinbaum degan xonim, umi bir bayonotdagi narsadan nima kurashibdi Trump bilan telefonda kurashib, umi debdi, buningdan keyin qonunsiz ko'chmanlarni to'shiydigan cho'ng tipdagi mashinalar Amerika Meksikadan chegarasiga kelmaydi. Biz u yerga keltirmaymiz, boldirni to'simiz deb shu ifoda bildiribdi. Shunga bu ishda Trumpdagi hech qanday huquqda chiqmadi. Birinchi ayning 20 kuni chiqdi. Huquq chiqmay turiblar ma'nosini e'lon qilib, bu ishlar unum berishga boshladi hozir. Xitoydagi hozircha jimjit, lekin Xitoyga 10%dan boshqa Trump bir qism mollarga, Xitoydagi molga 60% boj qo'shmoqchi. Ashta qilsa Xitoyniki iqtisodi texmi vayron bo'lib ketadi hozirgadan. Hozirmi intayin egri darajada vayron bo'lganlik. Yaqinda kelayotgan xabarlar, men olgan yana bir xabar, burun Urumchida osmondagi yulduzlarni ko'rib bo'lmayotgan istinki tufaylidan. Hozir biroz yulduzlarni ko'rib bo'lgan bo'ldi deb anladim men. Sababi nima desanglar, Xitoyniki nurg'un zavodlari ishdan to'xtab ketgan. Shuni is chiqaradigan zavodlar ishdan to'xtab ketgandan keyin havo biroz suzilib, osmondagi yulduzlar ko'rilgan bo'libdi. Bu jihatda hikoyalar bakchiq, hikoyalar intayin ko'p Xitoycha bo'layotgan. Hozir shu ishsizlik tufaylidan nima Xitoyda o'zini o'ldirilish to'lqin bo'lib ketdi. Dastlabda o'zini o'ldirish to'lqin bo'lib ketgan, yaqinda cho'ng tipdagi mashinalarni odamlar quyuq minib yurayotgan to'tquchlarda haydab odamlarni o'ldiradigan xabar oqaqidan chiqyotdi. Hozir meni farzimcha kishilar to'tquchidan o'tishdan biroz ensiraydigan holatga keldi deb o'ylayman. Ba'zi o'liklar uqtirish chiqarib, mushtaq ishlarniki oldini olish to'g'ri maxsus uqtirish chiqarib tadbir qo'llanayotgan hollarmi bor. Endi ba'zi Xitoy analistlar deydi, bular dastlabda o'zini o'ldirishdan boshladi. Hozir endi boshqani o'ldirish orqali hukumatdagi diqqatni tortishga tirishayotdi. Keyin buningdan bu unum bermasa oxirida
hukumatniki boshliqlarini o'ltirishni boshlaydi 3-chi qadamda deydi. Ishqi Xitoyda hozir bu jihatga ahvollar intayin og'ir. Iqtisod nacharlashganligi tufaylidan bu ahvollar bundan keyin texnik og'irlashadi. Trump haqida yaqinda bo'lgan yana bir ahvol Facebook'niki birinchi qo'l boshlig'i Zuckerberg nima bilan Trump bilan ko'rishdi mu? Ko'rishib bundan keyin Trump bilan hamkorlik qilganligini bildirdi. Bizlar Facebook'niki birinchi qo'l boshlig'i Zuckerberg bilan Tesla'niki birinchi qo'l boshlig'i Elon Musk ikkisi bir mezgil tutishib qolgan. 2020-yildagi saylamda bu Zuckerberg butunlay demokratchi partiyalar tarafida turib, Trumpni besib, uniki hisoblarini taqab, nurg'un askishlarni qilgan. Hozir endi bu mu Trumpni izlab, Trump bilan hamkorlash bil ish qilaman da'vatida. Yaqinda Trumpniki Floridadagi uyida ko'rishibdi bola. Buniki qanday hamkorlash to'g'riliq. Şu an bu bir yenilik. Endi bugun so'zlaydigan 5-mazmun Trumpniki 20 turlik plani, prezident bo'lgandan keyin qilmoqchi bo'lgan plani. O'tganda men sizlarga buni deb berman degan, bugun shuni xulosalab mumkin qisqacha deb qo'yaman. Xabar deb qolinglar, qanday ishlar bo'ladi ekan bundan keyin Amerikada. Foydasi bor. Hozirgi dunyoni tushunishda. Onun birincisi qanunsuz ko'chmanlarning oldini olish uchun chegarani taqash. Bundan xabarlar bor. Amerika Trump bu jihat ish boshlab bo'ldi hozir. Ikkinchi, Amerika tarixidagi eng chong chegaradan qo'llab chiqish harakatini qanot yaydirish. Bu to'g'riliqmi hozir tayyorlik xizmatlari jiddiy ishlanyapti. Trumpniki tanlagan adami tayyorlik qilyapti. Bular Trump Amerikaniki harbiyisini ish qilib turib, odamlarni tutib qo'g'lamoqchi. Nima ish deganda qonunsiz kirganlar xuddi Amerikaga tajovuz qilgandek ish. Aslında bu başka harbiylar işlasidan buldu davatıda. Demokratçı partiyaniki ştatları Trump'niki tedbirga qarshi tedbirlarni o'ylab e'lon qilib degandek bir ishlarni qilyapti. Lekin bu jihatda Trump bo'sh kelmayapti. Trump tanlagan odam bo'sh kelmayapti. U qonuniy asoslar bilan ular bizning yo'limizni bekalasin, yo'limizni to'smasin deyapti. Chiqib bu ishlarni qilmoqchi. Üçüncüsü pul pahalılığını tüketip Amerika'nın yeni erzan bahalık mallarda teminleş. Pul pahalılığı bütün dünyaya tesir gösterdi. Bunu hemimiz obdan bölümümüz, bu Türkiye'deki kardeşler obdan bölüdü. Trump maşını aklaştırmandaydı. Dördüncüsü Amerika'nın hazırlıkça dünyadaki aldığın katarda turduğun enerji işlep çıkarış bazısı aylandırış. İhtimal bilirsen Amerika'da intayın çoğun nefit, tabi gaz baylığı var. Biden bularni qizishni butunlay to'xtatib etgan. Muhitni yaxshilaymiz deb ularni to'xtatib, bu benzin bilan ma'nogan mashinalarni azaytib, bundan keyin hamma mashinalarni to'xtamagan mashinalarni yo'l qo'yish siyosatlarini qo'llangan. Trump endi Amerikadagi neft tabiiy gazlarni qaytadan qizishni yo'l qo'ymoqchi. 5-incisi başka devletlerge kötürge birleşini to'xtatib, Amerika'nı ishlab chiqarish kuchli davlatiga aylantirish. Hozir Amerika'niki nurg'un yenik sanoat buyumlari Xitoydan kirdi. Shunga bu narsalarni Amerika o'zi ishlab chiqaradigan qilish. Xitoydagi shirkatlarni qaytarib kelish. 6-incisi ishchi xizmatchilar uchun ko'rinarli darajada boj kamaytirish, ortiq boj olmaslik. Shirkatning bojlarini qilmoqchi, shirkatning bojlarini azaytmoqchi. Bu işlerini yaxşılamoqchi. 7-incisi asosiy qonunni, huquq qonun loyihasini va 1 va 2 tuzitish kirgizish huquqini o'z ichiga olgan asosiy qonun erkinligini qo'g'dash. Amerikada so'z erkinligini cheklash, andagi qonun o'rinlarini siyosiy qurolga aylantirish ishlari bek eg'lashib ketdi. Oldingi 4 yilning mobaynida Trump ularning hammini tozalayman deydi. 8-inchi 3. Dünya urushining oldini olish, Yevropa va O'rta Sharqning tinchligini asliga keltirish va Amerika uchun temir gumbaz yasash. Bu demak yo'g'ini boshqarilgan bombaning Amerika kirishining oldini olish, ashtaqilgan qurollarni yasab chiqish deydi. 9-incisi hukumatning Amerika xalqini qurol bilan qo'rqitishini oyoqlashtirish. Bu jihatda monaydi egir ahvollar ko'rilayotgan yaqinda buni muaxlashtirman deydi. 10-inchi
Ko'chmanlar jinoyatining tarqalishini to'xtatish, shayka zo'ravonligini va qora guruhlarni tarmor qilish va ko'chman bo'lmagan jinoyatchilarni tutib sulash. 11. Paytaxt boshchiligidagi paytaxtni o'z ichiga olgan shaharlarni qayta qurib, ularni bexatar, pokiz va go'zal shahar qilib qurib chiqish. Hozir shahardagi jinoiy ishlar intayin ig'ir bo'lib ketdi. Yaqinqi 4 yil mobaynida men uni o'zim turayotgan shaharda his qildim. Sizlarga deb berdim, uqmayman. Meniki o'g'lim turayotgan shahar u bir boylar rayoni, o'shada bir hafta ichida 3 uyga o'g'ri kirib, bir uydan $300,000 oltin buyumlarni achib ketibdi. Uyning egisi bor. Ikki odam qurolliq kirib, birisi ikki odamni uyiniki safasida o'ltirg'izib, topanchini tanlab o'ltirg'izib turib, yana bir odam uni kelib boshlanishang deymiz. Shuning ichidagi oltin buyumlarni olib ketib, boshqa qilib, shu mahallada mushtaç jinoiy ishlar zodi to'xtamay, oxiri shu mahalladagi aholilar o'zlari birlashib, shaxsiy saqchi yollab oldi bular. Hozir men o'g'limni uyga borsam, talab chiqsam mumkin, shaxsiy saqchi mashinasi ash ko'chadan mo'tarafni atrofga chirg'ini yutib qo'yib turib, yutib yurdi. Razvedka qilib turdi endi. Bir oila iyiga $345 to'laydi ekan. Shu shaxsiy razvedchiga endi. Amerika mushtaqalar chiqib qoldi. Bizning shaharda bir qatam intayin qattiq bo'ron chiqib, yomg'ir yog'ib, havo klimati bek nacharlashib ketgan. Dushanba kuni u. Maktab, bütün maktablarni taqib etdi, kamanglar, uyda armonlar deb ashta qilsa, o'tir maktab o'quvchilari bizning shahardagi mol degan cho'ng tipdagi do'konlar bor, bozorga berib, do'konlarning nasrini bulab bir kunda bizning shaharni bo'langchilar qoplab ketdi. Ashta ahvollar bo'lib ketdi. Ashta ahvol bo'lsa, hozir xalqlar do'kondan birni o'g'irlasa, saqchil tutolmaydi ularni. Shu holatga qoldi. Shunga Trump mush ahvollarni o'zgartiraman deydi. Agar o'zgartmasa, dunyo qayerga boradi, paraz qilib baqsanlar bo'ladi. Bu har bir odamniki turmushiga ta'sir etkazadigan ahvol. 13-si Amerika dollarining dunyodagi zapas pul bo'lish o'rnini saqlab qolish. O'tgan safar hozir tapadim, Rossiya, Xitoy bular birlashib dollarniki o'rniga o'zlarining pullarini ishlatish degan bir minada qilayotgan bular. Endi Trump deydi, bularni butlay asliga keltirman deydi. 14-ci ijtimoiy kapolat va davolanish sug'urtasini qo'g'dash, pensiya yashini o'zgartmaslik. Yaqinda Amerikada pensiya yashini hozir 65 yosh, 65 yoshdan sal ko'tarish, masalan 67 yoshga degan gaplar chiqqan. Trump deydi, buni o'zgartmayman deydi. Demak, xalqlarni uzroq ishlasin demoqchi endi Biden hukumati. 15-si may mashinalarni bekor qilib, elektr mashinalarni ishlatish siyosatini bekor qilish. May mashina bilan elektr mashinalarni erkin bozorda ixtiyoriy beslashtirish, raqobatlashtirish. May mashina deganimiz benzin mashinasini deydi. Anikin federatsiya organlarining radikal jins nazariyasi bilan shug'ullangan Amerika maktablarining barliq federatsiya mablag'ini amaldan qoldirish. Amerika maktabida bek cho'ng buzish bo'lgan, kichik bolani ularning tug'ilishdagi jinsiga qaramay, sen o'zingni o'g'ildasan o'g'il, qizdasan qiz bo'lsan degan narsalarni tashkil qilib ular o'g'il bolani men qiz bola deb qiz bolaniki u burnisi kirib tarat kirsa bo'laveradigan bir ishlar bo'lib ketgan ish qilib. Anikin kichik bolalar, boshlang'ich bolalarım agar men jinsimni o'zgartirgan operatsiya qilaman desa, ota-onasiga demay hukumat pul chiqarib shu operatsiyalarni qilib qo'yadigan ashtaq siyosatlar yo'l qo'yilib ketgan. Trump ularning hammani bekor qilaman deydi. O'tgandim sizlarga dedim. Yaqin u aniqlayapti. Dunyoda ikki xil odam bor, er va ayol, boshqa odamlar yo'q deb. Anikin bu ishlar aslida buzilib, turmadagi jinoyatchilarmi o'zlarining jinsini o'zgartiraman desa, shularni hukumat pul chiqarib jinsini o'zgartirgan operatsiya qilib qo'yadigan ishlar yo'l qo'yilib ketdi ekan. O'shaning hammasi to'xtatmoqchi. O'yatmisi erlarning ayollar tanarakat musobaqasiga
qatnashishni cheklash bizlar o'tgan qatamliq olimpik musobaqalarda ajab vaqalar bo'ldi bu jihatda. 18-si Hamasni qo'llaydigan radikallarni maktab rayonidan qo'g'lab chiqarib, maktab rayonini qaytadan bexatar va vatanparvar qilish. Shu yaqinki Gazadagi Isroiliya Falastin to'qinishlari yuz bergandan keyin Amerikadagi nurg'un maktablarda Isroiliyaga qarshi namoyishlar bo'lib, hatto Amerikaning bayrog'ini ko'ydiradigan ishlar bo'lib ketdi. Amerikadagi maktablarda ko'rsanglar odam hayron qolgan ahvol endi. Shunga mushlarni to'xtataman, tugitaman, to'siman deydi. 19-si saylan bexatarligiga shu kuni bilet tashlash, kimlik dalillash, qog'oz bilet tashlash va fuqarolik isbotiga kafolatlik qilish mushlarni yo'l qo'yman deydi. Saylanning ishlarini rad salaman deydi. 20-si davlatimizni yangilik yaratish va yangi muvaffaqiyatlar bilan ittifoqlashtirish. Amerikani qaytadan gullantirish. Shu 20 siyosat ekan, Trumpning siyosati. Bundan boshqa 5-mazmun bo'lgan so'zlaydigan Trumpningki ma'rif sohasidagi ma'rifda qilmoqchi bo'lgan nimalari, planlari. O'tgan degan ma'rif ministrini amaldan qoldirmoqchi deb. Hozir amaldan qoldirmaydi tekin. Unga yangidan bir ma'rif ministri tiklidi Trump. Bekitdi hozir ayol xonim. Kishilar deydi bu o'tkinchi bo'ladi deydi. Shu endi bir cho'ng ministrni amaldan qoldirib bitiblam ishni qilib ketgan olmaydi, biroz o'tkinchi davr bor. Shu jarayonda shu ayol boshqaradi deydi. Albatta men ko'rsatgan rasmlarda shu ayolning rasmi bor edi. Endi Trumpningki ma'rif sohasida qilmoqchi bo'lgan ishlari shu maktablardagi sizlarga degan radikal, solchi ideyalarni yurgizayotgan, tadbirlarni qo'llayotgan odamlarning hammasini ishdan bo'shatib. Ondan keyin ikkinchisi marksizmchilar va ruhiy kasallarni maktablardan tozalash. Üçüncüsü Amerika'nın an'anasini va g'arb madaniyatini qo'g'dash maktabda. Bunun da o'tgan narsalar dedim men. Meni tushunishimcha maktabda bular burun xristian dini bo'yicha azroqcha ancha-muncha duo qiladigan ishlarmi bor edi. Ashuni asliga keltirdi ekan degan gaplarni angladim men. Ehtimol shuni ko'z tutayotgan bo'lishi mumkin edi. Ondan keyin so'z erkinligini qo'g'dash. Amerika'nın maktablarida acayip ishlar bo'lib ketgan. Maktabni tanqid qildiganlarni qo'lga ep ketadigan ishlar bo'lib ketgan. Shuni asliga keltiramiz deydi. Andan keyin Amerikada shu yaqinqi yillarda 3-4 yilning mobaynida yo'l qo'yilgan bir ish bor. Buni inglizcha diversity, equality, inclusiveness deydi. Diversity degani rangdor bo'lish. Millatlar rangdor bo'lish degandek ma'nosi bor. Equality degan gap barobar bo'lish degan ma'nosi bor. Inclusiveness degan hamma millatlarni o'z ichiga olish. Ashtaq bir siyosatni yo'l qo'ygan. Bu siyosatniki anglashga yaxshi bizdek asonlik millatlar uchun yaxshi. Lekin bu nima bo'ldi desanglar, Amerikada millatni irqni qobiliyatdan ustun qo'yadigan ahvollar kelib chiqdi. Masalan, Harvard universitetiga o'quvchi qabul qilishda bu yanada qabul qilingan o'quvchilarniki manch persenti qatorlik bo'lish kerak degandek ashtaq shartlar o'tirib chiqib, ashtan bilan xil ko'p maktablarda ma'rif sifati tushib ketish ahvoli yuz berdi. Undan boshqa shirkatlarda, masalan, Boeing degan shirkatni hamma bilasizlar. Aeroplan yasaydigan shirkat. Bu shirkatmi shu rangdor bo'lish, barobar bo'lish va hamma millatni o'z ichiga olish degan narsa bilan biz Boeing shirkatida ishlaydigan 60% odamlarni osonlikdan qilamiz deb yangidan odam olganda mayli ishchi bo'lsin, mayli boshliq bo'lsin, ularning qobiliyatiga qarab emas, millatiga, rangiga, terining rangisiga qarab turib elib 60%ni osonlikdan qilaman deb ashta qilayotgan bu. Boeing shirkati. Yaqinda intan ko'p voqealar yuz berdi. Bir hafta ichida 3 qatim aeroplan voqeasi bo'lib degandek. Boeing shirkatiniki
mahsulot sifati intayin ig'ir darajada tushib ketdi. O'ylab boqinglar, bundaq yuqori texnikalik yerlarga odamlarni ish qilgan chog'da terisi qarab og'ilolmaydi. Iqtidori qarash kerak. Agar u iqtidori bo'lmasa, ishlab chiqargan mahsulotniki sifati tuvanlab ketadigan gap. Bu ish yuz berdi. Yuz berib, yaqinda Boeing shirkatimi bu siyosatni o'zgartirganligini e'lon qildi, mening bilishimcha. Bu bir misol, menga aytgan misol. Mushta ahvollar xil eg'irdi Amerikada. Bu ishlar asli qaytmoqchi. Amerikaniki burun shunday ulug' bir davlat bo'lishidagi sabab kishilarni terisining rangiga qarab emas, iqtidoriga qarab turib elish. Mana shuning bir misoli, men bir Uyg'ur. Meni hozir qadar men hech qanday bir yerda Uyg'ur ekan deb chetga qilib qolgan yerim yo'q. Ish kirgan chog'da hammadan meni qobiliyatimga qarab turib ep keldi, men shunday ishlab keldim menda. Shunga Amerikani ulug' qilgan narsam shu. Agar unday qilmay kishilar o'tirsida iqtidor jihatdagi raqobatlar bo'lmaydi ekan, chuqur sifat tushadi pastga. Trump mush narsalarni o'ngshayman deydi. Ondan keyin ma'mu abagilar munosabatlik 6-si shu odamlarni ish qilish, o'quvchilarni maktabga kelish jihatlarda nimaga milliy kamsitishni to'xtatish, milliy kamsitish qilmaslik qandi. Mandaq millatni olaman deb. Amerikaning harbiylarida mana shunaqa bo'lib ketibdi yaqinda. Amerikaniki harbiylarida hozir yangidan oldigan askarlarni to'shqizolmay, sanga intayin cho'ng qiyinchilik bo'lib turibdi. Nima qilsanglar, aqtalliklanmay ekan. Amma asaliqni olamiz deb, ashundan harbiylikka o'zini sintirgan odamlar chiqmay, Amerika bu jihatdan cho'ng krizis duch keldi ekan. Hozir ham shuni o'shlaymiz deydi. Amerikaniki bir aqtalliklarniki bir an'anasi bor. Aqtalliklar askar bo'lib, davlatni qo'g'dashni o'zini cho'ng sharaf bo'ladigan bir an'anasi bor. Nurg'un oilalar avlod Amerikaniki armiyasida xizmat qilgan ahvollarni aytdi. Umumlashgan burun yaqinki 3-4 yilning ichida bu ahvollar o'zgarib ketibdi. Hozir buni o'ngshayman deydi. Ondan keyin maktablarda o'quvchilarni irqqa qarab turib, o'quvchilarga irqqa qarab turib muomala qiladigan ashtaq maktablarga boj qo'shib yoki ularga jarimani qo'yib o'ngshayman deydi. Iqtisodiy jihatdan. Amerikaniki maktablariga hukumat pul urdi. Bundaki mush pulni bergan chaqda ashtaq radikal siyosatlarni yo'l qo'ygan maktablarga pul bermaymiz deb. Ashbinchi o'ngshayman deydi. Andan keyin 8-si Amerikaning maktablaridagi Amerikaga qarshi ish harakatlarini tozalayman deydi. Albatta degandek maktablarda, Amerikaning maktablarida chet eldan maktabga kelib, Amerika maktablariga kelib, Amerika qarshi namoyish qilib, Amerikaning bayrog'ini ko'targan ahvollar bo'lib ketdi yaqinda. Trump mush ahvollarni o'ngshayman deydi. Mush 8 siyosatga. Andan keyin sizlarga men Robert Kennedy'niki 5 siyosati bor degandim. Salomatlik sohasida. Shuni qisqacha deb ketay. 5 siyosatni o'tirib qo'yman dedi. Uni birinchisi yemaklik va oziqlik, nutrition. Aslında bu jihatda shu yemeklar qo'shilgan ximiyalik narsalar, har xil qurutlarniki qurityap ketadiganni oldini oladigan dorilar. Mushtaq narsalarni Amerikada yemeklar qo'shida, yemeklar uzun saqlansin deb, buzilmay saqlanadigan. Mush narsalarni qattiq kontrol qilaman deydi. Bu ahvol hozir intan erish ketdi Amerikada. Ondan keyin ikkinchisi diyabet kasali, shakar kasali. Shakar kasali, ondan keyin otizm, mushtaqligi, buni kronik disease deydi. Mushtaq kasalliklarni zo'r darajada azaytish. Bu jihatda Amerikaniki ahvoli intayin nachar hozir. Bolalar kichik vaqtidan tortiblar mushtaq shakar kasaliga, ashta bir kasallarga giribdor bo'lib qolgan. Yemekliklarniki yaxshi kontrol qilmoqligi tufaylidan mush ahvollarni o'ngshayman deydi. Uchinchisi Amerikaniki yemeklik va dori boshqarish idorasiniki siyosatlari.
Buni biraz o'ngshayman deydi. Hozir yaqinqi ko'rayotgan ahvol shu dori va yemaklik va dorini boshqarish idorasi qilayotgan ahvol. Bular yenilik yaratishga to'sqinlik qilib, o'zi byurokratcha chiqargan siyosatlar bor ekan, oshguncha hamma narsani boshqaraman, tizginlayman deb bu jihatda ig'ir ahvollar ko'rilib turibdi. Mush ahvolni o'ngshayman deydi. To'rtinchisi vaksin urdigan siyosatni o'zgartirish. Bu odam deydi, men tug'ilib o'sayotgan vaqtlarda bir bolaga 3 vaksin urildi deydi. Urmus bo'lmagan 3 vaksin bor deydi. Hozir hozir tug'ayotgan bolalarga urdigan vaksinlar 10 dan eshib ketadi deydi. Buning ichida haqiqatan bu zururlari bor, ammo pul tepishni maqsad qilib turib urayotgan vaksinlar oz emas. Mush ahvollarni o'ngshayman deydi. Beshinchisi, Amerikada ichimlik suvga fluorid degan bir xil ximiyalik narsani qo'shadi. Bu Kennedy deydi, bundan shu fluoridniki qo'shish miqdorini azaytaman deydi. Bu fluorid degan narsa hozir Amerikadagi tish yuydigan maydak narsa bor, shunga qo'shidi ekan buni. Ammo sug'um qo'shidi ekan. Mushniki sababidan bolalarniki aqlliq ko'rsatkichi to'lab ketadigan ahvollar 100 bagil turibdi, IQ deydi. 100 bagil turibdi. Shunga bundan keyin suv qo'shiladigan fluorid moddasini kontrol qilaman deydi. 5-siyosat shu ekan. Shunda qilib Kennedy'ning 5-siyosati men bilgansizlarga planlagan ahvollarning hammasini deb bo'ldim. Ehtimol sal zirkishlik bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. Men sal zirkishlik narsalarni bir xil deb aytib, lekin bundan keyingi videolarni biroz qiziqarli qilay deb bilgan hammasini bir xil deb aytdim. Yaxshi ko'rishinglarni umid qilaman. Bilgan tayyorlagan mazmunim shu. Nima bir deb qo'ydik ayrim, endi 2 kun oldida Amerikada minnatdorlik bayrami bo'ldi. Meniki bu Facebook, YouTube bu ikkisidagi mana shu 2 haftada bir chiqadigan videoni ko'rdiganlar hozir 9 mingdan eshibyotidi. Lekin buni yaxshi ko'rdim deb barmoq urdiganlar intayin oz. YouTube'da 200 ga bormaydi, mening farzimcha. Facebook'da 100 ga bormaydi. Minnatdorlik bildirish Uyg'urlarda intayin bir qimmatlik odat bu. Bir odam yaxshi qilgancha minnatdorlik bildirish. Dinimizda bu ishni bak cho'ng bo'ladi. Shunga meniki sizlardan kutadigan bir umidim barmoq urib qo'yinglar, yaxshi ko'rsanglar. Men bu videodan pul topmayman. Burun bir singlimiz aka bu videoda pul kiradigan qilib qo'ysangiz, pul kirsa keyin pulni Uyg'ur projekt fondiga ishlatsangiz bo'lmamdi deb taklif bergan. Men alaqlashda qildim bir mezgil, 3 oyda qildim. U chog'da mening videolarimni ko'rganlar jiq emasdi. 2000 ga bormaydi. Mingda 2000 ga orada odam ko'rdi. Ashta qilib 3 oy qo'yib qo'ysam $140 dek pul kirdi 3 oyda. Shu arqadan videoni ko'rganlarning soni 2000 ga orlig'ida endi. Ashta kirdi, lekin u pul topadigan qilib qo'ysa videoga video shirkatlari YouTube nachiq e'lonlarni qo'shib oldi ekan orlig'iga. Shunga o'tirasiyadan menga norozilik kelib ketdi. Bu erkin apandi bu e'lonlar bachcha chiqib bordi deb. Men u pulni kundim emas, ashta bo'lgandan keyin bo'ldilar deb uni to'xtatdim men. Shunga bu yerda sizlar barmoqni chiqib bersanlar menga pul keladigan ish yo'q, unday ish yo'q, lekin agar yaxshi ko'rgan bo'lsanglar barmoq qo'yib qo'ysanglar ilhom bo'ldi. Mendek ish qilganlarga ilhom bo'ldi. Men bu bir videoni chiqarish uchun yarim kun vaqt sarf qilaman. Dam olish kunlarim boshqa vaqtlardami qo'shib yarim kun, kam degan yarim kun vaqt sarf qilaman. Ashta bo'lgandan keyin barmoq bilan minnatdorlik bildirib qo'yinglar, yaxshi ko'rsanglar. Men demoqchi bo'lganim shu. Ma'qulamsa bo'ladi. Ikkilar qatam ko'rishga omon bo'linglar. Xayr, xo'sh, Allohga omonat.